أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bugünkü dersimiz yani alam haqida to'xtalamiz. Ya'ni biz oldingi darsda ism ma'rifi degan nima, ism nakiri degan nima bu vaqt to'xtalgan. Hozir bizning to'xtalmoqchi bo'lganimiz ya'ni ism ma'rifiningki ikkinchi qismi ismul alam. Ma'rifiyat qism, uning birinchi qismi zamir dedik, ikkinchi qismi alam. Alammu ma'rif ismning qatorida hisoblanadi. Onda alam degan nima? Alam necha qismga bo'linadi degan haqida to'xtalamiz. Endi alam odatda ismun ikki qismga bo'linadi. Ismi alam, alimi jins va alimi shaxs deb ikkiga bo'linadi. Endi alam muayyan bir narsani bildiradi, ammo alimi shaxs bilan alimi jinsning nima farqi bor deganda, alimi shaxs muayyan birga xos bo'lganni alimi shaxs deymiz. Ismun yaxussu vahidan bi'aynihi muayyan birga xos bo'lgani ismi alam alimi shaxs bo'ldi. Masalan Muhammad, Xolid, Ahmad, Bag'dod, Makka deganga o'xshash. Ammo alimi jins degan muayyan birga xos bo'lmaydi. U muayyan bo'lmagan ma'lum bir turga, ma'lum bir jinsga xos bo'lganni alimi jins deymiz. Bu kitabımızın ahirida tafsil o'tirib qo'yiladi. Shunga alimi jins, yani alimi shaxs va alimi jins haqida to'xtaldik. Anda da alam degan nima esa ismun yu'ayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin va Khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqin wa shadqamin wa haylatin wa washiqin. Ne isim alam degan musammani muayyanlashtirib beradigan isim shu musammaning alimi hisoblanadi. Musamma ma'lum bir atalg'uch shaxs. Anda Muhammad desak Muhammad ismul alam. Shu Muhammad deb atalgan odamning o'zi musamma bo'ladi. Musamma shu atalg'uchi, shu atalg'uchini muayyanlashtirib turadigan ikkinchi bir odamdan yana boshqalardan uni xoslashtirib turadigan musammani muayyanlashtirib turadigan ism shu musammaning alimi alomat belgisi hisoblanadi. Shu ismun yuayyinul musamma mutlaqa alamuhu ka Ja'farin va Khirniqa deyishimiz mana shu. Endi bu mutlaq degan bir ibora surildi. Musammani muayyanlashtirib turgan ism mutlaq holatda shu ismning shu musammaning alami dedik. Undan so'ng mutlaq degan gap shu big'ayri muqayyad degan bo'ldi. Mutlaq ya'ni big'ayri muqayyad, muqayyatsiz, qaysiz degan bo'ldi. Ya'ni ya birinchi shaxsga xos qilinib men yoki sen yoki u deb bunda xos qilingan emas. Yoki odatda mutlaq deganimiz endi u ma'lum yoki ismi zimirga xos qilinmaydi. Yoki masalan zamirlar odatda yoki men sen deganga o'xshash birinchi ikkinchi shaxs zamirlar ismi alam bo'ldi, muayyanni bildiradi. U shu bir ashyaga hozir bo'lish qaydi bilan g'oyib zamirlar muayyanlikni bildiradi, marji'i bilan ism ishoratlar muayyanlikni bildiradi, musharna bilan ism mavsullar muayyanlikni bildiradi, silasi bilan iliblamlik ism muayyanlikni bildiradi. O iliblam bilan ma'rifa qilinish bilan, ammo ism alam yuqorqidek musharlarga xos qilinishdan yoki mavsul siliga xos qilinishdan yoki undaqlik qaydadigan marjiga xos qilinishdan mutlaq qayd qilinmagan holatda degan bo'ladi. Mutlaq degan ma'nosi. Shunga masalan buning misoli Ja'far deganga o'xshaydi. Ja'far desak muayyan bir odamga alam bo'ladi. Ja'far muayyan bir odamning alimi. Ya'ni bir atalgan Ja'far deb atalgan odamga alam hisoblanadi. Va Khirniq degan bir ayolga alam hisoblanadi. Va Qaranin degan bir qarin qabilasida bir qabilaga alam hisoblanadi. Masalan Adanin degan
o bir şehirge adını şehride bir şehirge alam hesaplanadi. Ve layık degan bir atqa alam. Layık bir atning ismi layık ekan. Anda shadqam degan masalan bir tuyg'uga alam. Ve hayla degan bir qo'yga alam. Ve vashiq degan bir itga alam. Demek ismi alam beştir Cafer ve qalasa Adem. Mesela insanlardan erlikke alam, ayalga alam, qabillaga alam, şehirlaga alam, hayvanlarga alam, hayvanlardan mesela layık ve şadqamga o'xshash bunda vahiyli degan bunda ko'ndirilgan şu mesela canlıklar içinden hayvanlardan mesela hayvanlarınki şu adamlar bekip ko'ndiradigan yoki ishtiqa o'xshash va undan boshqa shunday canlıklarımı alam bulab keladi deydi. Anda bo'lganda demak alam u meyli u isim erge alam bo'lsin, meyli ayol alam bo'lsin, meyli ma'lum urun alam bo'lsin yoki ma'lum hayvonlar alam bo'lsin yoki ma'lum makonlar alam bo'lsin, nim birishdan qat'iy nazar shu alam shu musammaga xaslashtirib birdi, musammani xaslashtirib birish bilan birga u o'zining ma'rifiy ismi hisoblanadi. Ya'ni aniq ismi hisoblanadi. U uni anda ilm bilan ya uning boshqasi bilan uni ma'rifiy qilish zarur bo'lmaydi. Endi amma alimi cins degan jo'dasi alimi jinsiga mala yaxussu wahidan bi aynihi muayyan biriga xos bo'lmaydi. Wa yasluhu lil jins. Jinsga yaraydi. Ma'lum bir turni bildiradi. Dedik, bu ikinchi chiqadi. Endi alam o'z navbatida xuddi alimi shaxs va alimi jins deb ikkiga bo'lindi. Endi shunda alam yana shu vazi itibariyle üçge bölünüdü. Alam vazi itibariyle üçge bölünüdü. Yani nima deb? Alam isim, kunye, laqab deb üçge bölünüdü. Vasman ata ve kunyeten ve laqaba ve akhiran za insivahu sahiba. Alam isim bulab keldi ve kunye ve alam künyet bulakmı keldi ve alam laqab bulakmı keldi. O laqab yoki o adamninki isim bulab keldi. Mesela o alam isim bulab keldi dediğimiz Muhammed, Ahmet, Bekri, Halid deganga o'xshash bunda isim bulabmı keldi alam. Ve alam künyet bulab keldi. Mesela Abu Bekri, Abu Salima deganga o'xshash ve ondan boshqa Ummu Habiba, Ummu Salima deganga o'xshash ab yoki so'zi bilan boshlangan bo'lsa, u so'z kunyat bo'ladi. Kunyat bilan ismning farqi va ism bilan laqabning farqi o'zaro ism bir odamning kunyati bo'ladi, bir odamning ismi bo'ladi, bir odamning laqabi bo'ladi. Ba'zilarning ismi bilan bo'ladi, ba'zilarning ismi va laqab bo'ladi, ba'zilarning ismi ham kunyati ham laqab bo'ladi. Unda da kunyatni qanday o'qiymiz deganda, ism odatda ma'lum bir zotga ishlatilgan, ma'lum bir odamga yoki ma'lum bir hayvonga ya ma'lum bir makonga ya bir ma'lum narsalarga ishlatilgan ismni bu ismi alam deymiz. Endi Xolid, mesela Hindi, Mekke deganga o'xshash odatda endi kunyat bo'lib kelgan cho'zdi, kunyat bo'lib kelgan ya ab so'zi bilan keladi yoki so'zi bilan kelsa ham kunyat bo'ladi. Ammo ab so'zi bilan kelib va so'zi bilan kelib alam bo'lmaydigan ahvollar bor. Masalan, bir odamning ismi Ummu Salima deb qo'yilgan ahvollar bor. Abu Bakr deb ism qo'yilganlar bor bugungi kunda. U odamning ma'lum ismi ya Abdullah ya Umar ya Ahmed degan o'xshash ismlari qo'yilib bo'lgandan keyin andın ab so'zi bilan ma'lum bir balasining ismini yoki bir balaning ismini uning izof qilib, masalan Abu Salima yoki Ummu Salima deganga o'xshash yoki Abu Bakr deganga o'xshash bir ism qo'yilgan bo'lsa, bu chog'da bu kunyat bo'lmaydi. Masalan bizning hozir o'zimizning kim shu Uyg'urlar orasida Ummu Salima
mi deb ism qo'yganlar bor. Oxirim dastlab qo'ygan chog'da Ummu Salima deb ism qo'yganlar bor. Oxirim shu azan takbir o'qib ism qo'yganda Abu Bakr deb ism qo'yganlar bor. Buni bu ismlarni biz kunyat deb qaramaymiz. Bu kunya emas. Bu odatdagi shu ism. Ammo shu zotga dalolat qilgan ism. O kunyat deganimiz uning muqim ismi bo'lgandan keyin ana ab so'zi yoki so'zi bilan menda atilib kelganlarni ko'rsatib turadi. Uning kunyati deb menda ishlatamiz. Yo'q, u undaq bo'lmasa, u kunyat bo'lmaydi. Ammo umumiy qoida kunyat degan nimarisi kunyat degan u odam bir ism bilan atilib bo'lgandan keyin shuna ma utliqa ala zat ba'da tasbiya. U odam muayyan ism bilan atilib bo'lgandan keyin bir zotga dalolat qilgan va at yoki so'zi bilan boshlangan lafzini andin biz kunya deb ataymiz. Shuning asosan kunyat degan endi ma'lum ism bilan atilib bo'lgan. Shu bizning Uyg'urlarimizga Ummu Salimaxon yoki Abu Bakr deb qo'yilgan ismlar kunyat emas, ism ma'lum. Endi uchinchisi laqab. Odatda laqabmi bir odamni ya maqtashni bildiradi yoki bir so'kashni bildiradi. Bir odamning maqtash yoki so'kashni bildiradi, yoki odamning kasbini bildiradi. Masalan, Sattarash deganga o'xshash, Navoiy deganga o'xshash yoki Muzdoz deganga o'xshash mushundaq bir kasbga dalolat qilgan, yo uni bir madihga dalolat qilgan, yo uni bir so'kashga, zamga dalolat qilgan, shu odamni bir so'kashlikni uqtirib turadigan, shu odamni ham madilashni uqtirib turadigan, yoki shu odamning ma'lum kasbiga dalolat qilgan bundaq ismlarmi bu laqab deb ataladi. Endi laqabmi odatda u odam muqim bir ism bilan atilib bo'lgandan keyin ana u odamni madilash asosida qo'yilgan yoki so'kash asosida qo'yilgan yoki u odamning ma'lum kasbini bildirish asosida qo'yilgan ismlar, atilib kelgan ismlar andin bu laqab deb ataladi. Endi laqab ko'p odamlarning laqabi bor va qisman odamlar balki laqab bilan atalmagan bo'lishi mumkin. Endi mushundaq bir odamning ismi borkan, bir odamning kunyati borkan, bir odamning laqabi borkan. Bularning endi birla vaqtda uchga emaski mumkin, lekin ikkisi kelishi mumkin. Ismi bilan laqabi bilan keladigan, ismi bilan kunyati bilan keladigan, kunyati bilan laqabi bilan keladigan bunda ahvollar bor. Masalan, Umar desak, Umar radhiyallohu anhuning ismi Umar. Onun laqabi Al-Faruq, onun kunyati Abu Hafsa. Endi balkim Umar radhiyallohu anhuni Amirul Mu'minin deb ataldi. Endi mushu Umar degan ismi bilan Al-Faruq degan kunyati bilan ketgan nima, laqabi bilan kelgan ahvol bor. Yoki Umar degan bilan Abu Hafsa degan kunyati bilan kelgan ahvol bor. Yoki Abu Hafsa degan kunyati bilan Al-Faruq degan laqabi bilan kelgan ahvollar bor. Mushundaq kelganda qaysini burun, ismini burun keltiramiz, laqabni burun keltiramiz yoki qaysini burun keltiramiz degan haqida to'xtalamiz. Wasman ata va kunyatan va laqaba. Bir u ismi alam ya ism bo'ladi, bu ism bo'lib keldi ya kunyat bo'lib keldi va laqab bo'lib keldi. Va akhiran za insiwahu sahiba. Mushul laqabni keyin keltiring agar u laqabning boshqasi u laqab o'zining g'ayriga hamroh olib kelsa, laqab o'zining g'ayridan bilan hamroh olib kelgan chog'da laqabni keyin keltiring. Masalan, Umar al-Faruq kelgan chog'da Umarul Faruqi deb keltiring. Masalan, jaa Umarul Faruqi, ra'aytu Umar al-Faruqi, marartu bi Umaril Faruqi deb manda keltiramiz. Shunga mush laqab agar o'zining g'ayriga amra bo'lsa, uni keyin keltiring dedi. Shunga laqab bilan shunda ism kelganda laqabni keyin keltiring. Endi laqab bilan kunyat bilan kelsa, laqab bilan kunyat bilan kelganda yana laqabni kunyatini bildiradi. Masalan, Abu Hafsa Al-Faruq deb keltiramiz. Abu Hafsa Al-Faruq deb keltiramiz. Kunyat burun keldi, laqab kim keldi? Unda desangiz, yana bir savol kelib chiqdi. Unda bo'lsa, Al-Masih Isa ibn Maryam deb kelgan Qur'oni Karimda, Al-Masih Isa ibn Maryam deb kelgan
Emse bunun nima deymiz? Deydigan bir savol kelib chiqadi. Shunga buningda Masih degan laqab burun kelgan, Isa ibn Maryam degan kunyat kin keldi-go, alam kin keldi-go. İsa al-Masih Isa ibn Maryam deb kelsa, buningda masalan kunya laqab hatta ismidan bakroq mashhurlab ketgachga, shunga buningda durust deb qaralgan. Ammo endi ism bilan kunyat birga kelganda qanday qilamiz deganda, ism bilan kunyat kelgan chog'da, masalan Umar Abu Hafsa Umar kilahuma sahih, buning ikki yo'l durust. Umar Abu Hafsa ism bo'ldi, Abu Hafsa Umar deb qarasak, bunda qanday deyilsa, buning bo'laveradi. Shu akhiran za insabahu sahiba degan mana shu. Wa in yakuna mufradaini fa'azib hatman wa illa bi'illazi radib. Agar u ikkilisi mufrad bo'lsa, ism va laqab ikkisi mufradlab kelsa, fa'azib izofa shakllantirib keling, hatman kaskin. Buningda undaq qilsin butgan, mundaq qilsin butgan boshqa bir yo'l yo'q. Va in yakuna mufradaini fa'adib. Yani ikkilisi mufrad, alam mufrad, ism mufrad ve laqab mufrad bo'lgan chog'da izofa shakllantiring. Masalan Umar al-Faruqi, masalan haza Umar al-Faruqi, ra'aytu Umar al-Faruqi, marartu bi Umar al-Faruqi deb bunda keltiring. Va illa atbi allazi radib. Undaq bo'lmasa, yani ikkilisi ism murakkab, bir murakkab deganimiz jumla yoki shu shibl jumla izofat bunda mufraddan maqsad tasnija nima? Bunda izofa shakllanmagan bo'lsa demakchi. Masalan, ya izofat lafzi bo'lmagan bo'lsa, muzoflarlik shakllanib kelmagan bo'lsa, yoki tarkibi imtizoji bo'lmagan bo'lsa, yoki u bunda shu jumla isnadi murakkab isnadi bo'lmagan bo'lsa demakchi biz yani maqsad. Va illa va agar undaq bo'lsa, u alam bilan laqab ikkilisi mufrad bo'lmasa, atbi'allazi radib. Keyin kaginni 5 kaginga iqrobda agashtiring. Keyin kaginni 5 kaginga iqrobda agashtiring. Biz qaysini 5 kaldirish, qaysini keldirishni biz bayon qilib deb bo'ldik. Endi keyin kelish alam burun kelamto, nima? Ism burun kelamto, laqab burun kelamto, kunyat burun kelamto. Buni deb bo'ldik. Endi agar ashunda ikkilisi mufrad bo'lsa, muzaflar shakllarida oldik. Umar al-Faruqi degan o'xshash. Va illa undaq bo'lmay qolsa, allazi radib keyin kaginni oldiri kaginga i'rob jihatda agashtiring. Badal mubaddallikka asosan yoki atba bayonlik asosan uni i'robda agashtirib kelsin bo'ladi deydi. Masalan, ikkilisi mufrad bo'lganning misoli Umar al-Faruq. Buni Umari deb o'qiymiz. Jumladagi grammatikalik taqozoga asosan bo'ladi. Endi har ikkisi mufrad bo'lmay, har ikkisi murakkab bo'lib qolsa, har ikkisi murakkab. Masalan, Abdullah Zeynul Abidin degan o'xshashlab qolsa, Abdullah Zeynul Abidin. Yine Abdullah isim, Zeynul Abidin onunki laqab hisoblanadi. Yoki Abdullah Abu Bakr bo'lib qolsa, buningda qanday qiladi? Atbi'illazi radib degan mana shundan chiqadi. Buningda masalan jaa Abdullah Zeynul Abidin, ra'aytu Abdullahi Zeynal Abidin, marartu bi Abdullahi Zeynul Abidin deb cho'qim Zeynul Abidinni Abdullahga i'robga agashtiramiz. Endi ikkilisi murakkab bo'lganning misoli shu. Yoki ikkilisi murakkab bo'lmay, birisi mufrad, birisi murakkab bo'lib qolsa, birisi mufrad, yana birisi murakkab bo'lib qolsa. Masalan, ism odatda ism murakkab, laqab mufrad bo'lib qolsa. Abdullah
el-Hallaq degan o'xshash. Abdullah el-Hallaq. Yani Abdullah Satraj. yoki Abdullah Navoiy degan o'xshash. Abdullah Navoiy odatda Abdullah Navoiy deydigan ahvol bor. Abdullah Navoiy degan Abdullah al-Habbaz, Abdullah Habbaz degan o'xshash, Abdullah Navoiy degan o'xshash bo'lgan chaqda, bu chaqda chuqur masalan jaa Abdullah al-Habbazu ra'aytu Abdullah al-Habbaza marartu bi Abdullah al-Habbazi deb mushuna keltiramiz, badal yo'lga asosan agashtiramiz. Endi mavu ism 5 ki murakkab kim kelganini mufrad bo'lganini misol oldi. Agar ism mufrad keyinda kelgani kim kelgan laqab yoki laqab bunda shu murakkab bo'lsa, masalan Ali Zeynul Abidin o'xshash bo'lsa, Ali Zeynul Abidin. Masalan jaa Aliyun Zeynul Abidin, ra'aytu Aliyan Zeynul Abidin, marartu bi Aliyin Zeynul Abidin deb buni mush badal yo'li asosan kim kelganini avval kelganga i'robda agashtiramiz, mushu birinchi bo'ladi. Shunga il va illa at bi illazi radib deganning misoli mana mushu. ومنه منقل كفزل وأسد وزرتجال كسعاد وأدد وجملة وما بمزج ركبا زائن بغير ويه تم أقربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. Endi biz mushu shubhani ko'rib baqili. Endi buningda demoqchi bo'lgani alam asli e'tibori bilan ikkiga bo'linadi. Alam vaz'i e'tibori bilan kunya, laqab, ism deb uchga bo'lingan bo'lsa, alam asli e'tibori bilan shu ism asli dunyoga kelganda alamlik bilan dunyoga kelish, tunji maydon kelganda ma'lum bir narsaga alam bilan dunyoga kelish yoki asli u alam emas boshqa bir ma'noda tushunilib kin alamlikka yo'tkalganlik e'tibori bilan asli e'tibori bilan bu ikki qismga bo'linadi. Alam al-manqul va alam murtajil deb ikkiga bo'linadi. Al-alam bi'tibari asalatihi va bi'tibari g'ayr adam asalatihi, asli bo'lish e'tibori bilan va asli bo'lmaslik e'tibori bilan ikkiga bo'lindi. Alim murtajil va alim manqul. Alim murtajil degan nima desa, u asli u ism dunyoga kelganda, onasining quzg'idan tug'ilgan chaqda u ism dastlab dunyoga kelgan chaqda alamlikka dunyoga kelgan ism. Ama alim manqulchu yo'q. Alim manqul u yoki uningdan ya buningdan o'tkalgan bo'ldi. Alim manqul yoki sifatdan o'tkalgan bo'ldi, ya ism jinsdan o'tkalgan bo'ldi, ya mastardan o'tkalgan bo'ldi, yoki fe'ldan o'tkalgan bo'ldi, yoki jumladan o'tkalgan bo'ldi. Alim manqul u ikkinchi bir narsadan o'tkalgan bo'ldi. Shu alim murtajil shu va minhu manqulun kafazlun va usad. Asad. Endi shu alamlarning ichidan manqul va asli manqul degan naqala yanqulning ismi yo'tkalgan degan ma'noda alamlarning ichidan manqul yo'tkilib kelgan va ikkinchi bir narsadan qanday qilgan yo'tkilib kelgan asli u ism dastlab ishlatilganda alamda ishlatilmagan kin alamga yo'tkilib kelgani degan bo'ldi. Masalan pazli deganga o'xshash pazli. Pazli deganimiz masalan pazli degan bu nimadan yo'tkalgan mastardan yo'tkalgan desak, pazli ibn Abbas deganga o'xshash bu asli yo'tkalganda mastardan yo'tkalgan. Demakchi o'g'limiz ya bu yo'tkalganda sifatdan yo'tkaladi. Sifatdan yo'tkalganimiz masalan u ya mastardan yo'tkaladi, ya sifatdan yo'tkaladi. Masalan mastardan yo'tkaladiganimizga pazli deganga o'xshash. Masalan pazli bu mastardan yo'tkalgan. Pazula yazulning mastar pazli chiqqan, shu pazli ibn Abbas deganga o'xshash, ashundan yo'tkalgan deymiz. Mana mastardan yo'tkalgan. Burun mastar ma'nosida ortiq bo'lish, fazilatli bo'lish degan ma'noda ishlangan bo'lsa, hozir pazli deb ma'lum bir odamga ya ma'lum bir narsaga muayyan xos ism qilib ishlatiladi. Alam ism xos ism qilib ishlatiladi. Endi alam degan xos ism degan bo'ldi-ku. Ikkinchisi sifatdan yo'tkaladi dedik, sifatdan. Unda bo'lganda sifatdan yo'tkalgan vaqtida qanday yo'tkaladi desak, sifatdan yo'tkalgan chaqda bu masalan ism fa'ildan yo'tkalgan ahvollar bor. Haris deganga o'xshash.
salih deganga o'xshash. Asl salih degan salahiyati uning ism fa'ili bo'lib, keyin salih deb bir odam ism qilingan salih deganga o'xshash ism fa'ili yetkiladi. Va sifat mushabbahni yetkilgan ahvollar bor. Masalan, Hasan deganga o'xshash. Sigatul mubalig'ni yetkilgan shu va Abbas deganga o'xshash. Ve ism mef'ullardan yetkiladi, Mansur deganga o'xshash. Şuna sifatdan yetkiladi. Yoki ismi cins, ma'lum bir ismi cinsdan yetkiladi. Masalan, Asad deganga o'xshash. Asad asli ma'lum bir hayvonning ismi. Uni bir odamga masalan Asadjon deb ism qo'ygan bo'lsak, Asadjon deb ism qo'ygan bo'lsak, bu aslida bir hayvonga qo'yilgan ism, hayvonninki ismi bo'lib, hayvonning jinsi. Andan bir yo'llash degan bir ma'noni bildirib, endi hozir bu Asad bir odamga ism alam qilindi. Va shundaqla bu pildan yetkilgan alamlar, pildan yetkilgan ahvollar bor. Bu alim manqul degan. Masalan, Yazid deganga o'xshash. Yazid desak asal zada Yazidu filining zada Yazidu bo'lgan fil muzari, uni Yazid degan fil muzaridan yetkilgan. Yoki jumladan yetkiladi, masalan jumla fi'liyadan ta'abbati sharran, shaba qarnaha deganga o'xshash. Tab Zaydun deganga o'xshash bundaq bir asli ta'abbati sharran yoki shaba qarnaha degan so'z asli bir fe'l. Endi bu mushu jumladan bu bir odamga alam qilingan, ta'abbati sharran bir odamga alam qilingan, shaba qarnaha bir odamga alam qilingan mushundaq ahvollar ham mavjud. Shunlashqa ya cümleden yetkilidi, şu alim manqul bunu mushundaq holatni bildirdi. Endi alim murtajil desa zurtijalin kasuad va udat. O irtijal igisi deganimiz zurtijal, irtijal igisi deganimiz asli tug'ilganda dun asli shu ism vazi qilinganda alam vazi qilingan suad deganga o'xshash. Suad degan ism asli kelganda shu alam bilan bir ayolga alam bilan kelgan. Udat yine o bir er kishiga alam bilan kelgan o'xshash. Va jumlatun va ma bimazjin rukiba. Endi alam odatda yana alam mufrad va alam murakkab deb ikkiga bo'linadi. Alam mufrad, alam mufrad deganimiz odatda Abdullah degan masalan alam mufrad deganimiz Xolid, Ma'mun, Hindi, Muhammad degan o'xshashlarni alam mufrad deymiz. Bu degan. Endi alam murakkab deganimiz qasilsa alam murakkab ikkiga bo'linadi. Alam 3 qismga bo'linadi. Alam murakkab 3 qismga bo'linadi. Buningdan biri murakkabi isnadi va murakkabi izofi va murakkabi mazji deb 3ga bo'linadi. Murakkabi mazji. Odatda murakkabi izofi buna aytib ma'rab bo'ladi. Mushkil yo'q. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulg'afar, Abduljabbor deganga o'xshash. Mana bu ismlar alam murakkab izofi muzaflaylik bo'lgan murakkab alam bo'lib kelgan. Bu mu'rab ma'rif hech qanday bundan mushkil mavjud bo'lmaydi. Endi alam murakkab isnodiy bo'lgan uchun desa masalan ta'abbati sharran deganga o'xshash, shabi qarnaha deganga o'xshash yoki qama Muhammadun deb bir cümle bir adamga alam murakkab isnodi deymiz. Buni alam qilingan bo'lsa, bu chaqda bu mabni bo'ladi. Bu da i'robiyati o'zir shumi. Masalan jaa qam Muhammadun, ra'aytu qam Muhammadun, mana jaa qam Muhammadun jaa fil, qam Muhammadun fa'il, qam Muhammadun bu cümle şu fa'il takdiren merfu alametler abdemme el mukaddere deyimiz. Takdiren zamm bilen başka işlep kelgen fa'il deyimiz. Mesela qam Zaydun mubtada fa'il merfu alametler rafi addamme el mukaddere deb qaraymiz buni. Şunlaşqa Anda olsa murakkabi mazji deganimiz tushunsa murakkabi mazji yana ikkiga bo'linadi. Murakkabi mazji vayhi so'zi bilan tamom bo'lish yoki vayhi so'zi bilan tamom bo'lmaslikdan iborat ikkiga bo'linadi murakkabi mazji. Agar u vayhi so'zi bilan tamom bo'lgan bo'lsa, murakkabi mazji o chaqda u mabnining hukmini tutadi. Masalan, saybi vayhi deganga o'xshash, nibti vayhi deganga o'xshash, xali vayhi deganga o'xshash. Buni bu murakkab
Saybivayhi desek vayhi saybibi vayhi ikki so'zdan murakkab bo'ldi, lekin oxiri nibtavayhi nibtu bir so'z, vayhi bir so'z bo'ldi. Masalan xalivayhi xali bir so'z, vayhi bir so'z bo'ldi, murakkab bo'ldi. Buningda masalan mabnini o'qildi. Masalan jaa xalivayhi yoki jaa nabtavayhi yoki jaa saybivayhi deganga o'xshash. Ra'aytu sabivayhi marartu bi sabivayhi deganga o'xshash mabniga o'xshash hukm qilinadi. Shunga murakkab odatda biz bu ham alamni mufrat bo'ladi va murakkab bo'ladi dedik. Endi murakkablarning ichida agar u biz murakkabi izob imtizoji deymiz yoki murakkabi mazji deymiz, mana bu vayyi so'z bilan tamom bo'lishi. Yani birisi bo'lsa, ikkinchi birisi o vayyi so'zning g'ayri bilan mazji tariqasida. Masalan, hazarul maut, ba'li bakka degan. Masalan, ba'li bakka degan bir ism ba'li bilan bakkaning ikkisini biriktirib paydo bo'lgan murakkab mazji desak, mana bu lekin g'ayri munsib o'xshash hukm qiladi. Masalan, jaa ba'la bakku, ra'aytu ba'la yoki masalan misol xatolab qoldi. Masalan haza ba'la bakku, ra'aytu ba'la bakka deganga o'xshash. Nazartu ila ba'la bakka deganga o'xshash g'ayri munsib o'xshash hukm qilinadi. Ammo vayyi so'z bilan oxirlashni murakkabi imtizojining o mabniga o'xshash hukm qilinadi, i'rob talaffuz qilinadi. Ammo undaq bo'lmag'ini odatda g'ayri munsib o'xshash muomala qilinib mangadi. Shunga alam murakkab bo'lgani 3 qismga bo'linadi dedik. Endi buningda musannif rahimahulloh bu haqida deydi. Yani şu alamlarning ichidan alim manqul va fazl va asadga o'xshash va alim murtajillar va yine asli alam tayyorlar va suat va udatga o'xshash. Va shu alamdan yine jumlalab ketganlar va alamning ichidan jumlalab ketganlar va bu bayam chiqdi. Va ma bi mazjin rukiba shu alamlardan murakkabi mazji bilan birikib ketish bilan murakkab bo'lgani va va ma bi mazjin rukiba mazjilik bilan birikib ketish bilan og'riqlamaslik bilan murakkab bo'lgani va masalan o ba'la bakka yoki hazrul maut desak, hadar al maut desak, hadar al maut desak, odatda bir o'rinning ismini bildirdi, bir o'rinning ismini bir hazar degan ayrim ma'noni, maut degan ayrim bir ma'noni bilmaydi. Ikkisi birikib bir lafziga bir ma'noga o'zgaradi, bir o'rinning ismini o'zgaradi. Mushu mazji yo'g'ilib ketgan deymiz. Xuddi bir xamirga un odatda bir xamir deganning asli unga suni uningga masalan tuz binasini qo'shib yo'g'irsa xamir bo'lib ketadi. Bu masalan ikkisining ismi oxirida buning ismini un, suv, tuz deb atamasdan biz buni 3 narsadan birikkan narsani xamir deb atganimizga o'xshash. Mana buni ayri 3-chi bir narsa, ikkinchi bir narsaga o'zgarib ketgan bo'ldi. Shu murakkab mazji dedik. Za'in bi g'ayri vayin tamma uriba. Mushu murakkabi mazji shaklda birikib ketgan shaklda murakkab bo'lgan alam agar vayhi so'zning g'ayri bilan tamom bo'lgan bo'lsa, vayhi so'zning g'ayri bilan tamom bo'lgan bo'lsa, u riba mu'rab qilindi. Ammo vayhi so'z bilan tamom bo'lgan bo'lsa, mu'rab qilinmay, u joyda mabni qilindi. Vayhi so'z bilan tamom bo'lmagan bo'lsa, u joyda mu'rab qilindiki, mu'rab qilinganda g'ayri munsib shaklda iste'mol qilindi. Va sha'a fil a'lamizul idofa. Alamlar ichida eng ko'p iste'moli izofat egisi. Yine Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abduljaffar, Abdulg'affar, Abdusattar deganga o'xshash mushundaq izofat egisi alamda sha'a najib bak taraf ketdi deganimiz ko'p ishlatildi. Abdushams ve Abi Quhafa deganga o'xshash. Endi Abdushamsga o'xshash dedik. Abdushams mana bu murakkabi izofiy shaklida. Endi Abi Quhafa da bir misol keltirib tursa, yine bu alam Abi Quhafa alam bo'ladi. Alamning ichida Abdushams ism qatori kiradi. Abi Quhafa alamning ichidagi kunyat qatorida. Kunyatmi izofat shaklda kelgan bo'lg'achqa shunga Abi Quhafa Abi Bakr bo'lgan. Ammo men bayam deb o'tdim, yana bir Abi Quhafa agar bir odamning ismi Muhammad, Ahmad, Bakr, Xolid deganga o'xshash ism qo'ylab bo'lgandan keyin andin u
Quhafının dadısı degenge o'xshash, Quhafının dadısı degandek bunda bir isim bilen künyetlengen bolsa, atalgan bolsa bu künyet uludu. Anladın, künyet uludu. Ama undaq bolmasa onun bir kinayi kılınıp aytıldıgan, künya degen şu kinayi kılınıp aytıldıgan bir isimni değildi. Asli ismim var, onun da başka manada kinayeten atıldıgan ismini gösterildi. Undaq bolmay, tuğulganda ahunum, onun kulak azan tek bir isim koyganda Ebu Bekri, Ebu Quhafe degen o'xshash. Onda qap koygan bolsa, Abdurrahman degen o'xshash ucadı bu. Ebu Quhafe, Ebu Selime, Selime degen o'xshash yoki absudan başlanıp bunda kim qo'yilgan bo'lsa, bu kunyat tutu. Endi biz beşte bayam degan alimi shaxs va alimi jins qilinadi. Alimi jins degan nima deganda muayyan birga xos bo'lmagan, lekin va yasluhu lil jins kull bütün bir jinsga, bir turga işiltiriş sahip otkan yaraydıgını elime cinsidir. Endi musannif bu hakkı mındaqlaydı. Ve vada'u li ba'dil ecnasi alem ke alemil eşkhasi lebzen vehve em. Ve min zâki iryetin lil akrabi ve hekeza sualetun lissa'lebi ve misluhu berretu lil meberre Keza fecari alemun lil fecere dedi. Ula yani Araplar bazı cinsi isimlarga alem bikitdi. Bazı cinsi türdaş isimlarga alem bikitdi. Ma'lum bir türge bir tal isimni alem qildi. Xuddi alimi shaxsga o'xshash, alimi shaxsmi muayyan birini bir xas olgandak ma'lum bir türge xas qildi. Muayyan vahid bir talga xas emas, ma'lum bir türge jinsga xas bo'lgan mundaq bir shu alamlarni bekitdi. Labzan alimi shaxsga o'xshaydi. Endi labzan alimi shaxsga o'xshash deganimiz-ku, andasan ma'nan alimi shaxsga o'xshamaydi. Ma'nan alimi shaxsga o'xshamaydi deyishimiz, alimi jins xuddi bu ma'nada o muayyen bir xas emas bo'lg'achqa alimi shaxsga ma'nada o'xshamaydi. Ammo labzida alimi shaxsga o'xshaydi. Alimi shaxsga labzida o'xshaydi deganimiz nima degan gap desa, ya'ni xuddi bu alimi shaxsga iliblam kirsa bo'lmaydiganga o'xshash yoki iliblam ma'riflashtirish uchun iliblam kirishi durust bo'lmagandek alimi jinsga ma'rif iliblam ta'rifning iliblami kirmaydi. Va shundaqla xuddi alimi shaxs mubtada bo'lishga yaraganga o'xshash, alimi jinsmi mubtada bo'lishga yaraydi. Xuddi alimi shaxsdan keyin ma'rif ism kelsa hal, alimi shaxsdan keyin nakir ism kelsa hal bo'lgandek alimi shaxs sahibul halliq yaraganga o'xshash, alimi jinsmi sahibul halliq yaraydi demakchi. Xuddi alimi shaxs g'ayri munsir bo'ladigan o'xshash. Mesela iki illet olup, iki illetinin birisi alimiyetlik bir illet, mesela onun da yeni birisi bir illet bo'lgan o'xshash. Alamlik bilan birga yana bir ikinci bir illet tepilse g'ayri munsir bo'lgan o'xshash. Anda da bu alimi jinsmi, alamlikmi g'ayri munsirga illet bo'lishga yaraydi demakchi. Labzan alimi shaxsga o'xshaydi. Ama ma'na jihatda o'xshamaydi demakchi biz. Va huwa am, o alimi jins alimi shaxsdan amroq. Va huwa yine alimul cins a'ammu min alimi shaxs. Alimi cins alimi shaxsdan umumroq amalat ishlatiladi. Min zaka amda shu alimi jinslarning qatoridan irya chayan uchun. Chayan jinsiga irya degan ism qo'yildi. Masalan irya bu alam. Nimaga alam? Chayan jinsi. Her qandaq chayanni, cho'ng chayanni umriya deb ataldi, kichik bir chayanni umriya deb ataldi, oq chayanni shundaq, ko'k chayanni, qizil chayanni, sariq chayanni degandek, her qandaq bir chayanni aqrab, her qandaq bir chayan holatiga umriya degan ism tayinlangan bo'ladi. Va shuningga o'xshashdir suala lis-sa'lab. Her qandaq tulki uchun suala deganga o'xshash. Suala tulki jinsiga alam bo'ladi. O tulkilar ichida muayyan bir tulkiga emas,
tulki tipiga alam. Ve onun o'xshi barradur, mabarra uchun har qanday yaxshilik naviga barra degan ism qo'yildi. Masalan, qanday yaxshilik bo'lsin, ro'za tutishdan iborat yaxshilikni qilgan bo'lsin, yo boshqalarning qilmagan ishini qilib berishdan iborat yaxshilik bo'lsin, yo sadaqa berishdan iborat yaxshilik qilgan bo'lsin, yo zakat berishdan iborat yaxshilik qilgan bo'lsin, nima qilgan bo'lsin, bir yaxshi ish turi uchun barra degan ism unga alam qilingan. Yaxshilik turiga alam. Endi shunga o'xshash pajari alamdir pajara uchun dedik. Pajari alamdir pajara. Har qanday eskilik, fajirlikqa, fasiqlikqa, eskilik navidan har qanday eskilikka, mayli ariq ichib eskilik qilsin yoki o'g'illik qilib eskilik qilsin, eskilik naviga, fajirlik naviga islomning talamotlaridan chiqib ketishdan iborat shunday bir eskilikni qilgan bo'lsa, shu eskilik turiga pajari degan ism alam qilingan bo'ldi. Har qanday eskilik navini, turini bildiradi pajari. Demak, alam xuddi ma'naviy narsalarga bunda alamlar qo'yiladi. Mana buni yuqorqini alami jins deb ataymiz. Endi bizning shu alam haqidagi tushun darsimiz shundan oxirlashgan bo'ldi. Alam biz deb o'tganimizdek ma'rif ismlarning ikkinchisi alam bo'ldi. Bu yani ma'rif xas ismlar alam degan xas ism deb ataladi. Bugungi vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz shada oxirlashdi. Endi bu darsdan keyin o'qimoqchi bo'lgan darsimiz ismul ishora. Ma'rif ismlarning uchinchisi ko'rsatish almashlari haqida to'xtalamiz. İnşallah keyingi salih darsimizda ko'rishaylik. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.